إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, darsimizni oxirida davomlashtiramiz. Bismillah. Hozirgi darsimizda so'zlanmoqchi bo'lgan muhim nuqta sakinlik nun va tanvinning ahkamlari. Ya'ni shu sakinlik nun va tanvinga aloqador qoida-qonuniyatlarni so'zlaymiz. Sakinlik nunni biz bilamiz. Demak, harakatsiz nun, ya'ni zabar, zir, pesh bo'lmagan, sakin belgisi qo'yilgan nun, sakinlik nun. Tanvinni bilamiz. Tanvin degan shu qo'sh zabar, qo'sh zir, qo'sh pesh. Ya'ni do zabar deymiz-ku, buni biz do zabar, do zir, do pesh deymiz. Mana shu sakinlik nun va qo'sh harakatlarga aloqador ahkamlar, ya'ni hukmlar. Unda bo'lsa sakinlik nun va tanvinning ahkamlari 4. Sakinlik nun va tanvinning hukmlari qancha? 4. Bular izhar, ya'ni ochiq talaffuz deymiz. Ikkinchisi iqlob, ya'ni almash talaffuz. Uchinchisi idg'om, kirishtirish. To'rtinchisi ixfa, yushirish. Unda bo'lsa biz bu har bir hukm bilan tafsili tanishib chiqamiz. Sakinlik nun va tanvinningki ahkamlarininki birinchisi nima edi? Izhar. Shundaymi? Izhar dedik, ochiq talaffuz. Unda bo'lsa izhar degan nima? Izhar degan ochiq oshkor qilish degan gap. Ochiq oshkor qilish, bayon qilish. Ochiq oshkora talaffuz qilish. Unda bo'lsa nimani ochiq oshkor qilamiz? Mush sakinlik nun yoki tanvinning keynidan izhar harflari kelsa, sakinlik nun bilan tanvinni ochiq oshkor talaffuz qilamiz. Ochiq oshkora asl olti bo'yicha talaffuz qilamiz. Mana shu izhar degan gap mana shu. Unda biz izhar harflari qaysi? Izhar harflari biz o'rganib bo'lgan shu gal harflari shu. Gal mishadin galgo, galdan chiqadigan alt taraf. Hamza ha, ayn ha, g'ayn ha. Hamza ha, ayn ha, g'ayn ha. Demek sakinlik nun ve tanvinning keyin mushu gal harflari, ya'ni izhar harflari kelsa, shu sakinlik nun bilan tanvinni asl olti bo'yicha normal g'unnadan xoli holda, ya'ni g'unnasiz talaffuz qilamiz. Masalan qaranglar, mishada hamzining misoli sakinlik nun keldi. Sakinlik nun. Sakinlik nunning keyin mana hamda hamza keldi. Demek bu hamza izhar harflari, yani gal harfining birisi. Sakinlik nunning keyin izhar harfi keldi. Demek biz nimani izhar qilamiz? Sakinlik nunni. Sakinlik nunni ochiq oshkora asl olti bo'yicha talaffuz qilamiz. Masalan, man amana. Man amana. Man nun chiqdimi? G'unni chiqarmadik biz. Man amana. Man amana desa xato. G'unnidan xoli holda man amana. Normal. Asl olti bo'yicha man amana. Mana shu izhar. Yani birisi sakinlik nunning keyin yana hamza keldi. Va yan'auna. Va yan'auna. Yani birisi tanvin. Mana tanvinning misoli, tanvinning keyin hamza keldi. Sakinlik nun bilan tanvinni o'xshashdi-ku. Tanvinning keyin hamza keldi, ya'ni o'xshashlam. Azabun alim. Azabun alim. Bun azabun alim. Demek izhar degan mana shu. Sakinlik nun va tanvindan keyin olti harf, ya'ni izhar harflari, ya'ni gal harflari bo'lgan olti harf kelsa, shu sakinlik nun yoki tanvinni asl olti bo'yicha normal talaffuz qilamiz, g'unni chiqarmaymiz. G'unnidan xoli holda talaffuz qilamiz. Unda bo'lsa keyingisi nima? Iqlob. Ya'ni sakinlik nun bilan tanvinningki ikkinchi ahkami iqlob. Iqlob deganimiz nima degan gap desanglar, bu almashtirish degan gap. Almashtirib etish yoki o'zgartirib etish. Bir harfni yana bir harfga almashtirib etish degan gap. Ya'ni sakinlik nunning keynidan yoki sakinlik nun va tanvinning keynidan b harfi kelsa, shu sakinlik nunni tanvinni
mimga almashtirib o'tamiz. Masalan, mana qaranglar, mana misol qarasak, sakillik nun keldi, mana sakillik nun. Keyinda nima keldi? Ba. Demak, bu iqlobninki shartiga tushdimi? Shunga nunni mimga o'zgartib, mana nunning tepasiga kichik bir mim bor, kichik bir mim. Shu mim shu iqlobning belgisi. Endi buni talaffuz qilgan chog'imizda li zambika. Zambika. Demak, g'unna bilan birga zambika. Waqi'un bihim. Waqi'un bihim. Demak, mana bu yerda masalga qaraydigan bo'lsak, sakinlik nun va tanvindan keyindan demak ba harf keldi. Demak, bu yerda nima hukm bor? Iqlob. Iqlob deganimiz sakinlik nunni yoki tanvinni mimga o'zgartirib aytamiz. Unda bo'lsa, keyingi hukm idg'am. Ya'ni 3-hukm idg'am. Idg'am degan nima desanglar, idg'am deganimiz kirishtirib o'tish degan gap. Ya'ni ikki harfni birlashtirish. Ikki harfni birlashtirib, bir harfdek talaffuz qilishni biz idg'am deymiz. Unda bo'lsa, bu idg'amning ayrim harflari bor. Idg'amning 6 harf bor. Sakinlik nun va tanvindan keyin shu 6 harf kelsa, ya'ni idg'am harflari kelsa, shu sakinlik nun bilan tanvinni shu keyingi harf bilan birlashtirib o'tamiz. Ya'ni kirishtirib, ikki harfni bir harfdek o'qiymiz. Idg'am harflari qaysi? Idg'am harflari ya, ra, mim, lam, vav, nun. Yarmaluna degan shu bir kalimaga chaqlaymiz. Yarmaluna degan so'zniki ya, ra, mim, lam, vav, nun. Mush 6 harf idg'am harfi. Sakinlik nun va tanvindan keyin idg'am harflari kelsa, shu sakinlik nun bilan tanvinni shu keyingi harf bilan birlashtirib o'tib talaffuz qilamiz. Ya'ni ikki harfni bir harfdek talaffuz qilamiz. Masalan, qaranglar. Sakinlik nun keldi, mana bu yerda sakinlik nundan keyin ya keldi. Ya. Demak, yarmalunadiki ya. Demak, ya qanday harf? Idg'am harfi. Shundaymi? Müşahede biz ikki harfni birlashtirib o'tamiz. Yurida waylun yawma idhin khayran yarah. Bu yerda tanvindan keyin mana bu misolda tanvindan keyin ya keldi. Shunday o'xshashlar biz idg'am qilib, ya'ni kirishtirib o'tib o'qiymiz. Yana birisi qaranglar. Mir robbihim. Mana nun keldi. Nundan keyin nima keldi? Ra. Ra'mi idg'am harfi, shundaymi? Demak, mana nun bilan ra'ni birlashtirib bilan biz mir robbihim. Tawwabar rahima. G'afurur rahim. Tanvindan keyin mishada mana misolda qaranglar, g'afurur rahim tanvindan keyin ra keldi. Demak, tanvindan keyin idg'am harfi keldi. Unda bo'lsa, idg'amni biz kirishtirib o'tish dedik, shundaymi? Ya'ni sakinlik nun bilan tanvindan keyindan 6 harf kelsa, idg'am harfi kelsa, kirishtirib o'tamiz. Unda bo'lsa, bu idg'am ikki xil bo'ladi. Birinchisi g'unnalik idg'am, ya'ni g'unna bilan birga talaffuz qilinadigan idg'am, yana birisi g'unnasiz, g'unni yo'q, yana g'unna qilmaydigan idg'am. Unda bo'lsa, bu yarmaluna, ya'ni ya, ra, mim, lam, vav, nun. Mush 6 harfning ichida 4 harf kelsa, shu 4 harfga g'unna bilan birga idg'am qilamiz. Qolib qolgan 2 harf kelsa, g'unnasiz idg'am qilamiz. Unda bo'lsa qaranglar. Sakinlik nun bilan tanvindan keyin yanmu kelsa, yanmu, ya'ni ya, nun, mim, vav. Mush 4 harf kelib qolsa, demak bu yerdagi idg'am nima bo'ladi? G'unnasiz idg'am bo'ladi. G'unnasiz idg'amning harfi yanmu. Ya, nun, mim, vav. Qolib qolgan 2 harf ra bilan lam qoldimi? Ra bilan lam g'unnasiz idg'amning harfi bo'ladi. Endi amaliy misol qaranglar. Sakinlik nundan keyin ya keldi. Bu ya g'unnalik idg'amning. Man yaqulu. Vallah. Man yaqulu.
Müşahede. Men yaqulu dese xata. Gunna bilan men yaqulu من يقول an nafsin عن نفس masalan ma. مثلا ما Demek müşahede qanday qildik? Gunna bilan billa. Ta'amin wahid. طعام واحد Unda olsa biz ra bilan lam kelib qolsa qanday qilamiz deb? G'unnasiz. Mana sakinlikning keyinda ra keldi. Fa irraja'aka. Irra. Masalan mir rabbika. Degandek mushunda sakinlikning tanvini keyinda ra kelgan chaqda g'unnasiz idg'am qilamiz. Fa irraja'aka rizqan lakum. Mana yana bir misol. Tanvinning keyinda lam keldi. Demek bu yerda g'unnasiz idg'am. Rizqan lakum. Rizqan lakum deb g'unna qilamdik, xato. Demek bu yerda g'unna yo'q. Rizqan lakum. Mir rabbika deb mana o'qish bo'lmaydi. Mir rabbika. 4-ahkam sakinlik nun va tanvinning ahkamlarini 4 dedik. İzhar, iqlab, idg'am. Yani birisi en oxirisi ixfa. İxfa so'zi yo'shirish degan gap. Yo'shirish. Qanday yo'shiramiz? Nimani yo'shiramiz desanglar, sakinlik nun va yana o'xshash. Sakinlik nun va tanvinning keyindan qilib qolgan harflar kelsa, qilib qolgan 15 harf. Qilib qolsa, shu sakinlik nun bilan tanvinni biz yo'shirib o'qiymiz. Ya'ni ixfa qilamiz. Undan qilib qolgan 15 harf qo'ysa, biz 28 harf var. Şundan ben 28 harften 6'ını izhar harfleri deb hamza, ayn, ha, g'ayn, xani 6'ını izhar harfi chiqarib etdik. Iqlabning harfi b, buni chiqarib etdik. Unidagi idg'amning harfi 6, yarmaluna, buni chiqarib etdik. Demak, bu yerda qilib qolgan 15 harf bor. Mushu izhar harflari, iqlab harfi va idg'am harflaridan boshqa qilib qolgan 15 harf ixfa harfi bo'ladi. Demak, sakinlik nun ve tanvinning keyindan 15 harf kelsa, mushu 15 harf kelsa, ya'ni qilib qolgan 15 harf kelsa, shu sakinlik nun bilan tanvinni ixfa qilib o'qiymiz, ya'ni yo'shirib o'qiymiz. Masalan, sakinlik nun keldi. Sakinlik nunning keyindan ta keldi. Demak, bu ta qaysi harf? Nima harfi bu? İzhar harfi emas. Shundaymi? İzhar harfi emas. Iqlab harfi taxa emas. Idg'am harfi emas. Unda o'zi bu nima harfi? Qilib qolgan harf. 15 harfning ichidagi bu nima? Ixfa harf. Demak, bu yerda sakinlik nundan keyindan ta ixfa harf keldi. Sakinlik nunni yo'shirib, g'unna bilan birga talaffuz qilamiz. Masalan, antum. Antum emas. Antum. Antum. Yani bir misal, leyleten femme. Leyleten femme. Enceynakum. Desek, sakinlik nundan keyindan jim keldi. Bu jim ixfa harfi. İnde. İndekum. Sakinlik nundan keyindan dal keldi. Bu dal ixfa harfi. Unda biz ahkamning 4-inchisi ixfa. Ixfa degan yo'shirish degan gap. Qilib qolgan 15 harf kelib qolsa, sakinlik nun bilan tanvinni yo'shirib qo'yamiz. Unda bo'lsa, sakinlik nun va tanvinga aloqador hukmlar degan darsimiz o'sha yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.